Yo'q. 12 yoshimda onamni qattiq kuydirganman. Mazza qilib yana 12 yoshimda o'ynab kulib yashagan bo'lardim, mazza qilib. Bir kunlik bolalik gashtini surardim bir kunlik. 12 yoshim muchal to'yim esladim hozir. Ko'ylagim yoqmagani uchun yig'lamagan bo'lardim. Oyim bilan adamni xafa qilib magazinga borib boshqa ko'ylak oldirmagan bo'lardim. 12 yoshimga agar qaytib qolganimda, rovna 12 yoshimda amakim to'yi bo'lgan. O'sha to'yga yana borgan bo'lardim. Juda ham bo'sh qiz bo'lganman. 12 yoshimga shu qiz bo'lardim. Balki yoshlikda qilgan sho'xliklarimni qilmagan bo'lardim. O'g'il bolalar bilan ko'p o'ynaganim, onamni xafa qilganlarim. Onamni mazza quchoqlab olgan bo'lardim, mahkamgina. Tilla magazinini tilla o'g'irlab yashib qo'yardim bir kun. Hozir mana topib ishlatib yurardim. Bu hazil. Bir kunimni onam bilan kuni bo'yi dardlashardim. Yoshlikda qilgan injiqligim, tantiqligimni hammasini kechib boshladim. Qadriga vaqtida yetmaganmiz.